Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Abduqahhor Hojiyev. Do'stlar, kechagi videomizda aytib o'tganimizdek, ish jarayonimizdan siz azizlarga video lavha tayyorlaymiz degan edik. Mana do'stlar, bugun o'sha ish joyimizdan sizlarga video lavhani ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Do'stlar, mana shu akamiz hozir Norvegiyada ishlayapti. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'liklaringiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Ha, aka nima ish qilasiz aka? Sir bo'lmasa Norvegiyada. Norvegiyada shu mana tozalash ishlarida ishlaymiz, klinik servisda. Aha. Kemalarni o'zimiz kraskaga tayyorlayapmiz, tozalab, mana mo'l sachlaydi, bog' sachlaydi, ishlarni tozalab. Ha, kraskaga tayyorlab berasiz. Kraskaga tayyorlayapmiz. Ha, yaxshi aka. Faqat tozalash ishlarida ishlaysizda. Mana shu kemani mana do'stlar tozalab beryapti akalarimiz. Klinik servis tozalash ishlarida. Gapi akajon, mana shu ishlarni qilyapsiz, mana tozalash ishlari. Oylik haqida ham bir to'xtalib o'tsak, oylik qancha olsa bo'ladi mana shu ishlarni? Oylik katta mavzuni deyman-da, o'ylab bu boshqa safar boshqa videoga narsa. Hozirda vaqt kamroq. Keyingi videoda. Keyingi videoga. Xo'p aka, rahmat aka. Do'stlar, mana biz o'sha videoni aytgan videomizni oldik. Bu akamiz oylik masalasini keyingi videoga qoldirdi. Albatta sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa ushbu mavzu kommentariya va layklarni aylanmasdan bosingizlar. Keyingi video albatta o'sha tozalash ishlarini qilib Norvegiyada qancha oylik olishini siz azizlarga ko'rsatib o'tamiz. Sizlar bilan Abduqahhor Hojiyev bo'ldi do'stlar. Kommentariya va laykni aylanmasdan bosinglar. Ko'rishguncha.